Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Sho'rchi savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodir Shoh. Kanalimizga ayrim foydalanuvchilar tomonidan bir nechta savollar berilgan. Ushbu savollarga bugun javob berib o'tmoqchiman. Bu Uzime masalasi bo'yicha savollar berilgan. Ushbu masalaga bir to'xtalib o'tmoqchi bo'ldim va to'liq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'p, hozir ba'zi xaridorlar marketplace'lardan Uzum yoki Alif, Nasiya shunga o'xshagan ilovalardan telefon buyurtmalar qilmoqda. Juda ham ko'paygan bu jarayon. Bu yaxshi albatta, lekin buning ba'zi bir tomonlari ham bor. Ba'zi bir do'konlarda ham xuddi shunaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni yangi telefon olasiz, telefonda sim karta qo'yganingizda ro'yxatdan o'tmagan deb SMS keladi yoki o'zingiz tekshirib ko'rganingizda telefon ro'yxatdan o'tmagan, Uzime'dan ro'yxatdan o'tmagan bo'ladi. Bu albatta olgan xaridorni hayratga solishi mumkin. Ya'ni ro'yxatdan o'tkazilmagan. Bu shok holat. Keyin boyagi xaridor olgan joyga murojaat qiladi, telefon qiladi yoki murojaat qiladi. Do'kon egasi nima deydi? Ya'ni sotuvchi nima deydi? 30 kundan keyin avtomatik ravishda o'tkaziladi. O'tkazib beramiz deyshadi. To'g'ri, ba'zi hollarda sotuvchi insofli bo'lsa, o'tkazib beradi. Ammo ba'zi sotuvchilar bor, o'tkazib bermasligi ham mumkin. Shuning uchun bu jarayon sotuvchiga bog'liq jarayon bo'ladi. Sotuvchiga ishonch shu masala dolzarb aslida. Ya'ni ishonsa bo'ladimi yo'qmi olgan ya'ni sotuvchimga degan savol hammada tug'ilishi mumkin. Aslida 30 kunda ba'zi bir sotuvchilar 30 kunda o'tkazib berishi bu o'tkazib beriladigan pulni оборотga tikishi, ya'ni sho'stirlik qilib оборотga tikib yuboradi, bir oy aylantirib pulingizni keyin bir oydan keyin o'tkazib beradi ro'yxatdan. O'zi aslida qonun bo'yicha Uzime'dan ro'yxatdan o'tkazilgan holda sotilishi kerak telefon aslida. Bu aslida iste'molchining, xaridorning huquqlarini buzish hisoblanadi. Bunga e'tiborli bo'ling. Bu jarayon ancha vaqt oldin boshlangandi, yo'qolgandi, kamaygandi. Ammo hozir yana shu jarayon ko'payib qolibdi. Yana bir oydan keyin o'tkazib berish jarayoni ko'payib qolibdi. Ba'zi bir sotuvchilar shunaqa ishlar yana qilyapti ekan. U payt ancha vaqt yo'qolgandi, yana boshlanib shunaqa holat. Bir oydan keyin o'tkazib berish holati. Endi bitta narsa. Hurmatli xaridorlar, telefon xarid qilganda birinchi navbatda Uzime'dan ro'yxatdan o'tmaganligini olayotgan vaqtingizda tekshirib oling. Agarda o'tmagan bo'lsa, bir oydan keyin o'tkazib beraman desa, to'g'ri o'tkazib berish mumkin, lekin qaytarib bering. Qasdma-qasd qaytarib bering. Keyin ana shu sotuvchi ikkinchi marta boshqaga shu ishini qilmaydi. Ya'ni o'tgan telefonni avval o'tkazib, keyin sotishga majbur bo'ladi. Agar bu jarayon yana davom etaversa, boshqa sotuvchilar ham shu jarayonga o'tib ketsa, undan yomoni yo'q. Ichida firibgarlari bo'lishi mumkin, yolg'onchi mashiniklari bo'lishi mumkin, sotuvchilar ichida o'tmagan telefonlarni sotib yuboradi, keyin o'tkazib bermaydi, keyin yana odamlar kuyadi. Xaridorlar kuyishiga olib keladi, ko'p pulga. Keyin o'ziga qolib ketadi boyagi o'tkazish majburiyati. Aslida majburiyat sotuvchining zimmasida, o'tkazib berish majburiyati sotuvchining zimmasida. Buni bo'yniga qolib ketadi. Ba'zi bir ya'ni xaridorlar telefon olgan o'tmagan, telefon o'zini kistasidan, ya'ni cho'ntagidan shu pullarni o'tkazmoqchi. Bu sizni zimmangizdagi ish emas, u o'tkazish. Nima qilasiz? O'zingizni pulingizni, ortiqcha mablag'ingizni ketkazib. Sizga umuman kerak emas unaqa narsa. Siz agar shunaqa telefon qo'lingizga tushdimi, ro'yxatdan o'tmagan telefon qo'lingizga tushdimi, shuni sraz olib borib qaytarib bering. Kerak bo'lsa janjallashib qaytarib bering. Olmayman desa. Chunki sizda aldab sotgan o'tmagan telefonni. O'zi haqqi yo'q aslida.
o'tmagan telefonni sotish kerak. O'tkazib berib sotish kerak. Hozir sotayotganlar bor, insofli sotuvchilar. Ro'yxatdan o'tkazilgan telefonni avvalambor o'tkazib sotyapti. Bir oydan keyin o'tkazib bermayapti. Shu ustunlik qilib. Mana shu narsaga e'tiborli bo'ling. Sizning majburiyatingizga kirmaydi ro'yxatdan o'tkazish. Ularda, sotuvchilarda zimmasidagi mas'uliyat. Ertaga o'tkazib bermasa, yoz chiz bo'ladi. Bu yoqqa yugurasiz, bu yoqqa yugurasiz, vaqtingizni ketkazasiz. Ba'zilar, bo'pti deydi-da, o'zini kistasidan, cho'ntagidan pul sarflab shuni o'tkazadi, klonlab, majbur yuradi, telefon, brak telefonni ishlatib. U bo'lmasa puliga olgan. Bepul olmagansiz telefoningizni, pulingizga olgansiz. O'zingizni pulingizga olyapsiz-ku. Talab qiling sotuvchiga. O'tkazib bersin. Joyida o'tkazib oling. O'tkazilmagan telefonni xarid qilmang. Quvonarli holati ham bor. Bundan bir 5 oy yoki 1 yil oldin odamlar, ya'ni foydalanuvchilar Uzime tekshirishni bilmasdi. O'tgan o'tmaganligini bilmasdi. Telefon olgan telefonini Uzimedan o'tgan o'tmaganligini bilmasdan yurardi. O'tmagan telefonni sotuvchilar, insofsizlar, ba'zi bir insof sotuvchilar shu ro'yxatdan o'tmagan telefonni pullashdi, odamlarga klonlab sotdi. Tushunmaganligidan foydalanib. Mana lekin vaqt o'tdi, mana odamlar asta-asta tushunyapti. Telefonni tekshirishni tushunyapti. Telefonini o'tgan o'tmaganligini tekshirishni nimaligini tushunyapti. Asta-asta mana klonlash nimaligini tushunyapti. Bu yaxshi, zo'r. Endi talab qiladi. Talab qila oladi. O'tmagan telefon bo'lsa, nimaga o'tkazib bermading deya oladi. Bu juda ham yaxshi jarayon. Bundan xursandman. Endi yana bir tashabbus ko'rsatish kerak. Xaridorlar 1 oy kutmasdan qaytarib berish kerak telefonni. Ana shunda sotuvchi majbur bo'ladi, keyingi safar avvalambor telefonni o'tkazib berib sotishga majbur bo'ladi. Hozir ayni vaqtda yara gazak olmasdan mana shu jarayonni qilish kerak xaridorlar. Olmang. Hech qachon 1 oydan keyin o'tkazib beraman desa ham olmang shu telefonni. O'tkazilgan telefon oling. Qonun bo'yicha mana shunaqa. Agar xohlasa qonun bo'yicha ko'rsatib o'tsa ham bo'ladi. Ishonmasa agar ko'rsating. Bor. Qonun bo'yicha shunaqa haqqingiz bor. Avvalambor o'tkazilgan telefon sizga sotish kerak. 1 oydan keyin o'tkazib berish degan gap yo'q. Bu aldanib qolishingizga olib kelishi mumkin. Sizga kerakmi shu aldanib qolish? Kerak emas sizga unaqa narsa. Shuning uchun pulingizga olyapsizmi? Talab qiling. O'tkazilgan telefon ber, bo'lmasa pulni qaytarib bering. Mana shunaqa qilsangiz, ertaga sotuvchilar o'zi ham mas'uliyat his qilib, keyin shu narsaga o'tadi. To'g'ri ishlashga o'tadi. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hali bundan ham yaxshi mavzularda sizlar bilan ko'rishamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, hozircha xayr, salomat bo'ling.